Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ko'pchilikni o'ylantirib turgan dolzarb savollardan bittasini javobini sizlarga aytib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu laboni juda yaxshi tanib olinglar. Stolishnisalarda, kuxonnilarda o'rnatib berish xizmati aynan mana shu dastavka uchun mashinamiz. Hozir Chodelikda yana bir mijozimizga kelganmiz. Bu yerga stolishnisani akrilit toshidan chiroyli holatda ustanovkasini qilib berganmiz. Sherzodjon ukamiz o'z ustanovkada. Ukaxon, charchamayapsizmi? Sog' olun, charchamayapsizlar. Bu labo faqat shu ishlar uchun, faqat stolishnisalar uchun. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Bir xilga ko'p ustalarimizdan, klientlarimizdan eshityapti. Sizlar filiallarning 4 tami yo 5 tami deganlar bo'lyapti. Ishxonalaring qayerda o'zi? Asosiy ishxonamiz Bolshevikda, Yemakistoncha granit sex. Ikkinchi filialimiz aeroport orqasida. Boshqa joyda ishxonalaring yo'q. Ishxonamiz yo'q. Endi Farg'onadan so'raydan o'tsa, Farg'onada bitta ishxonamiz bor. Qo'qon bo'yicha ikkita. Qo'qon bo'yicha ikkita. Hurmatli kuzatuvchilar, Qo'qon bo'yicha 2 dona ishxonamiz bor. Bolshevikda katta mramor seximiz bor. Murojaat qilaverasizlar. Xuddi shu xonadonimizga ham mahsulotlarni xuddi o'sha Bolshevikdan olib kelib qilib berilgan. Ustasini ham tanisalaring kerak. Atmetga qilib beramiz. Xudo xolasa mana oshxonamizga sekin kiryapmiz. Hatto chiroyli qilib o'zimiz mana akrilit toshimizdan o'rnatib berganmiz. Ustagamizdan o'tishib, hozir Azzam akani ham ko'rsatamiz. Nima ishlar qilindi uka? Akrilit toshimizdan o'stirib, keyin stolishnisalarni tayyorlab, ustanovka qilib berdik. Xudo xolasa bu narsa issiq sovuqqa bardosh berib, chiraydi. Issiq sovuqqa bardoshli, keyin gigiyenik ekologiya tosh, toza tosh bu. Toza eng asosiysi. Aslida o'sha oshxonalar uchun chiqarilgan akrilit tosh. Mebel bilan patsvet qilib beribsizlar, o'zlaring tanlab berdilarmi buni? O'zimiz tavsiya qilib, shundan qo'yaman, mebelga tushadi, keyin uyga tushadi ham deb o'zimiz tavsiya qilib qo'ydik. Mebelimizga ham juda komfort bo'libdi-da. Xudo xolasa, kimga xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomer qoldiryapman. Mana bu ostrov toshimizni ham chiroyli qilib restavratsiya bo'ldi bu. Qayta ishlov berildi. Chunki o'zining holati ozgina xarob holatga kelib qolgan edi. Shuni qayta ishlovini berib qo'yamiz. Kimda shunaqangi oshxonasining eski toshlari bo'lsa ham aytishaveradi. Chiroyli holatda qayta ishlovini berib qo'yamiz. Yangi ustanovka qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, ustamizga nomerlarini qoldiryapman. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli holatda qilib beramiz. Metri qanchadan tushdi? Buni 1 metri $120 to'g'ri keladi. 1 metri $120 sizlar buni o'rnatib, tayyorlab, gradus qilib, pulini qo'yib, ustanovka qilib berib ketamiz. Ustanovkasi, dastavkasi ham bepul ichida bo'ladi. Dastavkasi ham ichida. Mana sizlar bonusga qo'ymayapsizlar? Yo'q. Xudo xolasa, shuni ham yo'lga qo'yish maqsadidamiz. Kimdan keyin 10 ta oshxonasini qilsa, mebel chakalarga tegishli ekanda, 10 tadan o'tkazib yuborsa, harakat qilamiz, bonusini chiqaramiz. Ustakamizga aloqaga chiqasizlar. Azzam aka, Qo'qon bo'yicha siz, Yemak ishxonani solib shu soha bo'yicha haqiqiy ustalari aloqaga chiqasizlar.